Siz hozir qaysi bozordasiz? Qaysi bozordasiz? Qo'qon bozoridaman, Qo'qon. Bitta qarab gapirib qo'ying. Qo'qon bozoridaman. Narxlarini so'rang biron narsani. Shapkachalar narxini so'rab beraymi? Necha pulga? 4 mingni. Mana sizga shu. Buni eng arzon narsalaringiz-chi? Ularni Ha. 10 ming a? O, yashasin. Apa hozir aldadi. Lekin 10 ming emas edi. Bilardim. Mana bular. Bu narsalar. Shapkalar. Ishtonchalar. Biz hozir Qo'qon bozorida video olindi va hozir salom. Hozir atlas ko'ylakchalar, har xil narsalar oldik. 30 ming kilo. Narxlari bilan tanishtirdik. Xo'p. Bozordagi narxlarni aytib o'tdik. Olib chiqdik hammasini. Qo'ldan kelgancha chiroy narsalarni. Kanalga obuna bo'lib qo'ysaling, xudo xolasa, narxlari bilan Qo'qon bozori, Stiyanka bozori, Yoyma bozorini narxlarini to'liq aytib o'tib ketdik. Biz endi chiqib ketmoqdamiz. Mana narsalarning narxi aytildi. Charchamanglar, yaxshilar, bizni kuzatishda davom etasizlar.